ursak birinchi o'rinda biz qayga urishni bilamiz. Albatta. Birinchi masalada. Ikkinchisi bu bizni non topadi, shuni bilan. Bu sinadi qo'l. Ha, noto'g'ri ursa sinadi. Uje ursa sinib ketadi. Ha, bitta. Chunki siz urasiz va perchatkasi sinib ketadi qo'l. Men shunaqa baksollar bo'lganda ko'rganman, zo'r baksollar. Qo'lni urgan senga qaytib boks tushmagan. Birinchi o'rinda-da. Ikkinchi o'rini bor, urganingizdan keyin 150% yiqiladi. Yiqiladi. Endi urganingizga o'lmashi mumkin. Lekin yiqilish jarayonida betonga boshi bilan tushadi-da, aniq boshi bilan tushadi-da. Shunda o'lib ham qolish ehtimoli katta-da. Shuning uchun hech qachon urishmayman. Kimdir hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Endi o'zingiz hayotingiz birinchi, kimdir emas. O'zingiz hayotingiz zomin bo'lasiz birinchi o'rinda. Endi sizni qo'lingiz sinsa, uni ham boshi sinib ketadi. Ha, shu. Endi o'ylab qo'ying, perchetkada turib og'ritamiz endi nima? Nokaut bo'ladi. Nokaut bo'ladi-da, uxlab qoladi-da. Endi perchetkasi o'zi qanaqa qatsayadi-da. Ha, suyak. Suyakda. Lekin siz bilasiz, hozir mayaqdan ko'rib ursangiz ham uje sizni qayerga boradi, bitta toshiga boradi. Qaramay ursangiz ham uje refleks bo'lib qolganda hozir. Tasingizcha harakat qiladi, urasiz, aytaylik, o'ylamasangiz ham mayaqdan ursangiz ham boshqa jag'iga tegadi-da. Chunki siz kasbsiz shu-da. Avtomat. Avtomat uje bir joy bir nuqtaga tegadi.